Sanjarbiyaga hozir o'sha ko'l poyani chiqarib beramiz. Sanjarbiyaga mana bizni olib kelganlar. Masalan, nima so'l ancha-muncha dravitga ko'l poyani setkali holatda chiqarolmaydi. Hozir bunda setkali holat silosdan ham mayin ekan. O'zi hozir ash holatda silos bilan bir xilda chiqarib beradi, setkasi holatda. Endi bu holatdagi bundan ham mayin qilib chiqarib beradi. Faqatgina olov brend ostida chiqayotgan dravitlar. Ko'l chiqarib ko'rsatib beramiz. Setkali holati, ko'l poyani setkali holati. Ikki ko'rayotganga bo'lmasam setkasini qo'yib qo'ydim. setkasi qo'yildi. Mana bu holatda qo'ymasin. Nima deyapti bu? Mayligini qarang aka. Gap so'z yo'q, Maxitga chiqarib berdi hozir. Qishat Ko'l mahsulotlarini ham setka holatda chiqarib beraveradi. agar yanada ho'l bo'lsa, вообще so'shni bo'ladi. Albatta, plus holatiga kelib qo'yadi. Yo'q, mana shunda ham bitta ho'l holatini chiqarib beraylikmi? Yeganda o'zlaringiz qanday chiqarib bersangiz ham bo'laveradi. Lekin bunisi nimasi bo'ladi? Silosda qo'ybob holatda o'ta mayin. Shuni olib ko'radi. Yo'q bo'lsa kerak, nima? Yo'q bo'ladi aka. Endi